New York vaqt gezitining xabar qilishicha, Xitoy Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi sababidan xalqaro jamiyatning bisimiga duch kelayotgan bir paytda Beijingning xalqaro obrazini shakllantirish orzusi kun sari kuchayotgan bo'lib, hatto chet elliklarni tashviqot xizmatiga so'rab kirgan. Hökumət hüccətləri və chet el internet çolpanlarının bayanlarına asaslanganda, dövlət axborot vasitələri və yerlik hökumətlər chet ellik tor çolpanlarının səfərini planlagan və məbləğ bilan təminləgan. Bu tor çolpanları Xitayda işləyən filmlərini YouTube qatarlıq vasitələrdə tarqıtıb, Xitayning obrazını yaxşılashqa yordam qilgan. Afrika rəhbərləri İstanbulda cəm bo'ldi. Taraqqiyot və güllanish hamkorligini kuchaytirish temasidagi 3-chi navbatlik Turkiya-Afrika boshliqlar yig'ini İstanbul qurultay markazida o'tkazildi. Turkiya raisi Erdo'g'an 3-chi navbatlik Turkiya-Afrika hamkorlik boshliqlar yig'inining ochilish nutqini so'zladi. Turkiya-Afrika boshliqlar yig'iniga tunji qatim Misrdan muavin tashqi ishlar ministri bosh elchisi hamda Sanat Laosanning qatnashganligi bildirildi. Xitoyning sharqiy qismlaridagi sanoatlashgan o'lkalarda Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilar soni va yerlik manbalik yuqumlanuvchilar oshmoqda. Davlatlik Səhiyyə Komiteti tönəgün məmləkət miqyasında bayqalğan 89 yuqumlanğuchining ichida 79 kishining Zhejiang o'lkasida ko'rilganligini xabar qildi. Shunda qilib bu o'lkadagi jami yuqumlanğuchi 423 ga yetgan. Biden hökuməti Google və Meta şirkətinin Amerika, Tayvan, Filippin və Hong Kongni tutashtiradigan dengiz osti optik kabel sistemasi planini qo'llaydiganligini e'lon qildi. Aqsarayning aytishicha, hukumat Federativ xabarlashish komitetining Google va Facebookning ana shirkati Meta'ning Osiyodagi kun sari kuchayotgan internet iqimiga taqobil turish uchun Tinch okean suv osti kabel sistemasini ishlatishga ruxsat qilishini tavsiya qilgan. Birleşken Devletler Teşkilatı İqtisad ve Pul Muamele Komiteti Palestin xalqining Sharqiy Quddusni o'z ichiga olgan ishg'oliyat ostidagi Palestin zaminidagi va Golan egizligidagi ishg'oliyat ostidagi Suriya zaminidagi arablarning boyliqlarning egilik huquqi to'g'risidagi qaror loyihasini ma'qulladi. Xabarlarga qaraganda 18-yaslar tushdan keyin Xitoyning Xubey o'lkasi Ejou shahridagi Shanxay Chongqing yuqori suratli tashuvli ko'rikka o'rilib tushib, naq maydonda 3 odam qazo qilgan, 4 odam yaralangan. Qirg'iziston Turkiyadan setib olgan Bayraktar nomli uchuvchisiz aeroplanni topshirib oldi. Qirg'iziston prezident ishxonasining bildirishicha, prezident Sadir Japarov Qirg'iziston Davlat bexatarlik komiteti chegara mudofaa mulozimatida ishlatish uchun setib olingan Bayraktar TB2 uchuvchisiz aeroplanini ko'zdan kechirgan.